Yangiqo'rg'on markazidan 2,5 kilometr masofada joylashgan 2 etajli hovli uy so'raganlar uchun Abdushi tayyor uy topib qo'ydim. Uyimiz 2 etajli, juda ham mehr bilan qurilgan fayzli xonadon. Yo'l bo'yida do'kon uchun ham binosi bor. Video davomida uyimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Uyimizga kirganimizda o'ng qo'limizda kichik mehmonxona va yozning issiq kunlarida dam olib o'tirish uchun yer ayvon ham qilingan. Endi esa uy ichiga kirganimizda chap tarafimizda zalimiz, undan so'ng esa spalnimiz mavjud. Uyimizning remontlandi, yangi kapitalniy remontdan chiqqan. Endi esa ikkinchi etajimizni ko'rib chiqamiz. Zinadan ko'tarilganimizda juda ham katta zal mavjud. Bu uyimizda bemalol ikkita oila yashasa ham bo'ladi. Endi esa zinadan pastga qarab tushganimizda to'g'rimizda yana bitta xona mavjud va uning yonida esa sanuzel. Sanuzelimizni ko'rib chiqamiz. Endi esa hovlimizni ko'rib chiqamiz. Hovlimizda juda ham chiroyli navesimiz mavjud va avtomobillar turish uchun ikkita garajimiz ham bor. Garajimizning orqasida alohida sex uchun binomiz ham bor. Bu binomiz juda ham katta. Sex uyim bo'lsa-ku, ichida sexi ham bo'lsa deganlar uchun bu uyimiz. Bu hovli joyimiz 5,5 sotikdan iborat bo'lib, suv, elektr energiya kanalizatsiyalarida muammolar yo'q. O'ng qo'limizda chorva-mollarni boqish uchun joyimiz ham mavjud. Aytgancha narxiga keladigan bo'lsak, narxi 100 ming AQSh dollar. Kelishadigan joyi bor. Kanalimizga like va podpiska bosishni unutmang.